Sabit әпәнди yana so'zdan to'xtab, go'yo mening qarashlarimni chiroyimdan o'qib ko'rmoqchi bo'lgandek tikildi. Manga bu fikrlar inqilob xarakterlik yangilik bo'lib tuyulayotgachqa, uning so'zidan to'xtamaslikni tilaydim. Mana bu nuqtadan elib, qat'iy holda bu qayta ang uyg'otish davridagi davlatchilik ingimizning ko'chdini Abduqodir Damolla tikkan deyalayman. Uning alohida tarbiya qilgan o'quvchilari bo'lgan. Ya'ni u shuduba o'quvchilarini tanlab ayrim dars bergan. Buningga bir tarixiy paket ko'rsatmasammi, uning Sabit Damollani chet elga o'qishga yo'lga selish cheyiga qatnashganda yurtjonlari oldida qilgan so'zlari va Sabit Damollani katta o'limolar oldida oshkor maqtab, bu bala bizlar arzu qilgan, ammo zamonning shartlari tufayli va o'zimizdagi shartlar tufayli qilamagan cho'ng ishlarni qiladi. Ko'rsizlar, chetga o'qishini tugatib qaytib kelganda u bir ulug' inson bo'lib qoladi deganligini dalil qilishim mumkin. Bu so'zlarni Arabistonda olamdan o'tgan marhum Abduqodir Ahmad Turkistoniy aytib bergan bo'lib, uning deyishicha, uning dadasi yurt cho'nglaridan biri bo'lish sifatida uzutish cheyiga qatnashgan ekan. Demak, u Sabit Damolla va uning qurdoshlaridan bir turkum yoshlarga maxsus davlatchilik angasangdirgan. U yana amdi g'o tushungansan devatgandek manga qarab birdan esini ilib olgandan keyin davom qildi. Ko'rinib turganidek, ikkinchi avlod ustoz Sabit Damolla deyishga bo'ladi. Sabit Damolla Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qisqa muddatda ro'yobga chiqardi emas, bir davlatda bo'lishga tegishlik hamma narsani qildi. Puldan pochta markasigacha, fuqarolik salohiyat hujjatlaridan pasportgacha, hatto chet el yeziqi aralash holda. Parlamentning tuzilmasidagi mukammallikka qarang. Qisqagina 4 oy yashagan bir davlatda bundoq mukammallikni bir mo'jiza demay tura olmaysiz. Uning ustiga undan ilgari hech ulgisi bo'lmagan bir islom jumhuriyatini qurgan edi. Islom dinining kengashish va demokratiya ruhi bilan demokratik siyosiy tuzumning parlament, erkin saylam qatorliq ortiqchiliklarini muvaffaqiyatli birlashtirgan tunji sinoq edi. Ondan u o'zining nima qilayotganligini, buning oqibatini biladigan odam edi. U shu kunning xalqaro cho'ng atmosferasi ichida bu davlatning mavjud bo'lib tura olmaydiganligini biladi. Shuning uchunmi u aldirab tenab, ilojiga ba mukammal qilishga, bir davlat ekanligi inkor qilinmas holga keltirishga tirishgan. Chunki u bu davlatning mavjudiyati haqidagi andishalik savollarga biz bu fursatda bir dalil yaratib qo'yamiz. Avlodlar uchun bu bir tarixiy paket bo'lib qoladi. Ular buningdan foydalanadi deyishi. Uning oqibat haqida biladiganligini isbotlaydi. Hatto u Xitoydan qutulsak, o'rus besib oladi. Buning nima foydasi? Qurbon berishga arzimdi. Deguchilarga foydasi bor. Qurbon berishga arziydi. Chunki mustamlik tarixi yangidan boshlanadi, deb javob beradigan edi. U yana shuning uchunmi tariximizdagi eng ulug' odam hisoblanadi-ki, nurg'un asrlardan keyin tunji qitim o'zimizdan chiqqan davlat otasi edi. Anglashimcha, Sabit Damolla tutilgandan keyin Aqsugacha piyoda yo'llab mengilgan ekan. Aqsuda bir mezgil qamoqda tutilib, keyin mashina bilan Urumchiga elib kelinibdi ekan. Ani shu Aqsuga kelgacha oraliqda uningga qochib ketish fursati tug'ilgan bo'lsa-mu, ammo u qochishni rad qildi ekan. Bu rostmidi? Rost bo'lsa buning sababi nimadi? deb so'radim tatnib turib. Bu rost. Men buni Zaydin Karvonning o'z og'zidan anglaganman, dedi Sabit Efendi ko'zlarini bir nuqtaga tikkanicha. Qo'lida mushtak o'ynashni ixtiyorsiz davom qilib. U chaqlardagi tarixiy sharoit, ba'zi qora niyatlar uchunmi obdan fursat bo'lg'ashqa, qurolliq bulongchilar, banditlarni ovib ketgan. Biran no'chi o'g'ri 4-5 odamni agashtirib olsalar, qurolliq bulongchilik qila oladi. Sabit Damollani yalab akitayotganda, ular Maralbeshining tumshuqqa yetib kelgan mahalda tog' oqisidan bir to'p qurolliq odam chiqib keldi. Ularning banditlar ekanligi yoki Sabit Damollani qutqizishni xohlagan odamlar ekanligi aniq emas. Damollaning to'piga yaqinlashib keldi. Mana shu chaqda cheriklar u odamlarga qartib o'q chiqaribdi. Har ikki taraf otliq ekan. Ot ustida elisha qizib ketib, tog' oqisiga o'tib ketibdi.
Sabit Damolla qo'li oqsidan kelabchilangan, puti kesallangan holda bir qum dövsida o'tiribdi. Mana shu chaqda dangliq savdogarlardan Zaydin Karvan Urumchi tarafdan otliq kelayotgan ekan. U Damollani tonib otdan tushibdi. Damollam, men otdan birini beray. Melini mushu yerda bir yerga ko'mib yetib, keyin elib olsammi bo'ladi? Bo'lmasa, sizlardanmi azizmidi? Nim bo'lsa bo'lsin. Sizlar ot bilan darhol qochsizlar. Makitda sodiq do'stlarim bor. Shularga borsizlar. Jahon bir oz jimiqqacha yo'shirinib tursalar, keyincha yana bosh ko'tarib chiqishga fursat bo'lib qoladi. Debdi hol ahvol so'rashlardan keyin. Bo'lmaydi, debdi Damolla. Qilgan ishlarimning sharifi, qimmati, qadri uchun mening turmida o'lgunim, hayot yurgunimdan yaxshiroq. Bu nima deganlari Damollam? Osh bo'lsa qozon, jon bo'lsa jahon degan gap bor emasmi? Jon esan bo'lsa, yana bir ishlarni qilg'ili bo'lmasmidi? Yo'q, bo'lmaydi. Boshqa bir xalq bilan balkim bo'larmidikin, ammo bizning xalq bilan bo'lmaydi, debdi Damolla. Bizning xalq bir qiziydi. Ish ahmasa po'xtakli sovuydi. Yana keyingilarga umidi bo'lmaydi. Jimi baxtsizlikmi mana shuningda. Chunki umidsizlik kufriga bak yaqin aslida. Bizning xalq mag'lub bo'lsa-mu o'lganni rahmatlik deydi. Hatto xato qilganni-mu. Ammo tirik qolgan mag'lubning ishi tas. Men bir mag'lub bo'g'uchi. Mag'lub bo'g'uchini bizning xalq bakli yuzsizlik bilan tashlab etadi. Shunga qilgan ishimni bulg'ab, boshqalarning qozoniga talmirib yashasam, ishimni bir tiyin qilgan bo'laman. Zaydin Karvan Damollaning nima demoqchi bo'lganligini hech tushunmagan. Ular talishib turganda cheriklar qaytib kelgan. Mana endi sizdan so'ray. Siz tushundingizmi? Rostdan desam tushungan edim. Ammo qarashlarimni dadil o'tirg'a qo'yolmadim. Uningdan ko'ra Sabit apandining mulohizasini anglab beqib, o'zimnikiga selishtirib, o'zimni baholab baqay degan niyatda shukturib oldim. Bu xubsanlikimni uning ko'zidan qochmadi. Siz o'zingizning ko'zlarini keyinga ayab chiqamaydigandek tursiz, ammo men kartimni ochay bo'pti, dedi u kulimsirab. Ba'zi kinolardan ko'rdingizmikin? Mag'lub bo'lgan bir podshohning Norisidi shahzodasini boshqa tarafdorlari elib qochdi. Yangi podshoh uyma-uy kirib izlaydi. Hatto gumonliq deb sonsiz odamni qirg'in qilsa-mu, biladiganlar bu shahzodaning qayerdaligini oshkorlab qo'ymaydi. Uningga xuddi haqiqiy bir shahzodaga xizmat qilgandek xizmat qilib, beqib jo'n qiladi. Xatoga qo'shadi. Uningga kimligini bildirdi va uni bosh qilib, uning atrofiga uyushib, yana avval saltanatni asliga keltirdi yoki hammasi shu yo'lda qurbon bo'lishdi. Chet el kinolardimi, Xitoy filmlaridami bundaq mazmunlarni ko'ra olasiz. Tarixda mushundaq ishlar amaliyotda bo'lgan. Ammo bizning xalqdan mushundaq bir ishni kutishga bo'lamdi. Buni hissiy tajriba qilib beqing. Bu yo'shirin beqiladigan odamni beqivatganliklari uchun avval uning nupuzini yo'q qilib, uning bilan tang tushlardek iltifotsiz paranglasha oladigan bo'ladi. Ondan neri tur, beri turlari boshlandi. Ondan so'z oraliqlarida uning qilgan ishlari aslinib, uni kulki qilishqichi berib ketadi. Hatto bir kunlari uni uydan chiqarib etishi mumkin. Muhtojlikda u odam nima bo'ladi? Odatdagi biriga aylanib qoldi. Hatto o'tmishda qilingan ashu ish aslanganda bu odam bilan birlashtirilib mulohiza qilinib, shuni qilgan odam mushu bo'g'iniga qaraganda shu ishning mutayini yo'qlab berish bo'lsa kerak degandek xulosalarni chiqarilishlari mumkin bo'ladi. Bu mulohizalar mening o'ylaganlarim bilan asosan jipslashqachqa menmu bek mamnun bo'lib ketdim. Shu mamnunligimning tatqini tetib uyqum kelgicha xiyollarga sirdosh bo'lish qoldirdim. Xo'shlashish oldida Sabit apandi yana shuni qo'shib qo'ydi. Bu mulohizamizga yeb uchi beradigan bir ish shu edi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati mag'lub bo'lib, hukumat a'zolaridan ba'zilari yakanga chekinganda, ba'zilar chet elga ketishga jiddiy tayyorlangan va Sabit Damollani birga ketishga da'vat qilishgan. Shu chaqda Sabit Damolla ularga shundoq degan ekan: "Men ketmayman. Sizlarni chet elga chiqib ketishga tavsiya qilmayman. Vatandan ayrilgandan keyin xor zabun bo'lasizlar. Qilchilik qimmatinglar bo'lmaydi. Ma'naviyatinglar tamoman barbod bo'ladi. Bu shuningda ifodalanadiki, vatandagi chig'inglarda sizlar bilan suhbatdosh bo'lishga emas, oldinglardan to'g'ri o'tishga jur'at qilolmaydigan odamning o'xshashlari. Chet elda sizlarni bir tiyinga olmaydi.
Köməski saladı. Aldыңlarda heç təp tatmasdan sizlər bilan gap talasha alaydı. Kişilik g'ururunglar tamamen çeylinip ketidi. Chiqqininglarga ming bir pushaymon qilasizlar. Mana bu Damolluning yana bir yiroqni ko'rarligi edi. Yana shu davlatchilik yangi temasi haqida savollarim bo'lishi mumkin, ammo yana suhbatni so'zib aramingizga ta'sir yetkazishga yuzim chidamayotidi, dedim chin ko'ngildan. Men bu mavzuda shu zarur to'liqlamani bugun davatmasam, keyin balkim yodimga yetmas va buning oqibatida sizga noto'g'ri anglashilish kelib chiqar, dedi u suhbatga qiziqib ketgachga vaqt bilan hisoblashmay. Davlatchilik yangi bir guruh odamda shakllanish bilan ish bitmaydi ekan degan saboqni oldik. Xalqning bir bo'ligi eng oz 3 dan beri mushundoq anga ruhining qon qetig'i o'tib ketgan xuyga aylangan tunishga ega bo'lgandala ish unumlik bo'ladi ekan. Nimishga yana keskin turda g'alaba qilg'ili bo'ladi ekan deyanmaysiz, deb so'radim o'rnimdan turg'ach. Chunki g'alaba boshqa gap. U yana nurg'un omillarga bog'liq, dedi Sabit apandimu harg'illik bilan o'rnidan turib etdi. Ondan chiroyi bir xil o'ychanlik ifodalagan holda orqamdan meni uzatqili chiqib etib davom qildi. Men ba'zida davlatchilik yangi milliy ong uyg'oqligi mavzularida biz o'zimizni taraqqiy qilgan millatlarga selishtirmayli qo'yaylik. Azad Jonxuaning ichidagi baxtiyor xalq hissimiz bilan bizda sun'iy uyg'otilgan asossiz cho'ngligimiz bilan birga bizga yana shu dal shular tarafidan baxtsiz qaloq xalq deb tunutilgan millatlarga selishtirib qolaman. Başqa kitaplarda çeklik qurlarda tilga ilinib qolgan bayonlar Afg'onistonning 18-19 asrlardagi milliy tuyg'u, davlatchilik yangi qatorliqlarga diqqatim qo'zg'aladi. Shuningdek, boshqa nurg'un Osiyo, Afrika davlatlari haqidagi qistirma bayonlarga diqqat qilaman. Kashki maxsus material bo'lsa bir tadqiq qilib baqsam. Hatto eng baxtsiz ko'rsatilib kelingan negerlarga hayron bo'laman. Nelson Mandela haqida ancha-muncha bir narsalarni o'qib qolgansiz qachon. Mana bularni o'zimizga selishtirib baqdingizmi? Bularni o'ylasam, baxtsizligimizga yig'lag'im keladi. Suhbatimiz shu yo'sin eshik oldigacha davom qildi. Ondan shu yerda to'xtatdik. Men o'ylaganimdek uyga ketgandan keyin uyqum kelgacha suhbatni xiyolimda takrorladim. Bo'libmi davlat va millat uchun ko'rinib kelayotgan o'limga dodil yuzlanadigan Sabit Damollamdek odamlarimizning ruhiga oprin aytdim. Boshqa bir kuni Sabit apandi kelgan yerdan davom qildi.